1985-yili rahmatlik otam birdaniga shoshilinch ravishda nafaqaga chiqdilar. U kishi ishxonalarda zarur xodim bo'lganliklari uchun ko'pchilik hayron bo'ldi. Otamiz o'zimizda va bir qancha xorij mamlakatlarida o'z kasblari orqali mashhur edilar va erishgan hurmatlari ham shuning orqasidan edi. Uydagilar ham bir oz hayron bo'lganimizga javoban u kishi birinchidan nafaqa yoshidan oshdim, ikkinchidan qachongacha har kun ishga kech qoldimmi yo'qmi deb yuraman, endi dam olishga haqliman dedilar. Meni bu javob qoniqtirmadi va o'zimcha ishxonalarda ko'ngillarni qo'ldiradigan biron sabab bo'lgan bo'lsa kerak degan gumonga bordim. Bir kuni menga daladagi amakilarni birga borib ko'rib kelishimizni aytdilar. Men erta bilan otamlarni urib, amakilarnikiga Ko'ktarak yaqinidagi uylariga olib bordim. Otamizning amakilari ayollari bilan yolg'iz yashashar edi. Ularning farzandlari bo'lmagani uchun ulardan biz va o'sha qishloqda yashaydigan qarindoshlar xabar olib turishar edi. Chol kampirning yoshlari 85 dan o'tgan, bizning uyimizda turishga hech rozilik berishmas edi. Olib kelganimizda ham zo'rg'a bir kecha turishar. Go'yo hovlimiz devori nafaslarini bo'g'ardi. O'zlarining uylari esa dalaning qoq o'rtasida bo'lib, umuman devori bo'lmagan va qo'ni-qo'shnilar uylari ham uzoq edi. Amakimnikiga borganimizda amaki kursi atrofida o'tirar, buvi kasal ahvolda yotgan ekanlar. O'sha kuni kechgacha dalada bo'ldik. Amaki bilan hazil mutoyiba qilib, ko'ngillarni oldik. Ertasiga otam meni chaqirib, "Hozir ancha erkinman. Kecha ko'rdin, amakimnikida qancha yer bo'sh yotibdi. Shu dalaga borib, o'sha yerda dehqonchilik qilmoqchiman. Men uchun u yer juda aziz. O'sha yerda tug'ilganman. Otam vafotlarigacha o'sha yerda turganman. Doim o'sha yerda turib dehqonchilik qilishni ko'nglim qo'msar edi. Lekin mana endi qariganimda imkonim bor" dedilar. Men ishona qiramadim. Sababi ular dehqonchilikni bilmas edilar. Mashhur inson hamma narsani yig'ishtirib dehqonchilik qilishlari biz uchun ham g'alat hol edi. Men e'tiroz bildirib, bunga hech qanday muhtojlik yo'q-ku desam ham, ular o'z fikrlarida qat'iy bo'ldilar va menga kartoshka urug'i topib kelishni buyurdilar. Men aytganlaridek urug'lik olib keldimda, ertasiga otamlarni olib qishloqqa olib bordim. Urug'likni bir joyga tushirdim va olib borgan boshqa oziq-ovqatlarni hovliga kirib qo'ydim. Otam menga, "Sen endi ketaver, biror haftadan keyin xabar olasan" dedilar. Men 2 kun o'tgandan keyin kechqurun qishloqqa bordim. Otam hovlidagi supada amakilari bilan chaqchaqlashib o'tirishgan ekanlar. Men chetda turgan urug'lik solingan qoplarga qarab, "Kartoshkani hali ekmabsiz-ku" dedim. Otam kuldilar-da, "Shuning uchun bir haftadan keyin kelgin degandim-da" dedilar. Men ularga biron dehqondan yordamchi gaplashib beray desam, rad etdilar. 3 kundan keyin yana bordim va kiraverishda qo'shnilardan biri chiqib kelayotganini ko'rib, borib salomlashdim. Qo'shni ochiq chehrali kishi ekan. Men bilan biroz so'rashib, "Biz juda qoyil qoldik otangizga. Butun umrlari shaharda o'tgan. Bir kun ham dehqonchilik qilmagan inson shuncha yerni ketmon bilan chopib kartoshkani risoladagidek qilib ekkanlarni qarang" dedi. Keyin bilsam, avvalgi borgan kunim ko'rgan qoplardagi kartoshkani shu qo'shni bergan ekan. Men olib bergan urug'likni esa otam o'sha kuniyoq ekib bo'lgan ekanlar. Meni xijolat qilmaslik uchun indamagan ekanlar. Shu alfozda yoz o'ta boshladi. Men vaqti bilan xabar olib turdim. Orada amakining ayollari olamdan o'tdilar. Biz hamma marosimlarni o'tkazdik. Bu orada kartoshka ham yetilib, hosil oladigan vaqt yetib keldi. Otam, "Mana endi sizlar ham hissangizni qo'shadigan vaqt keldi. Falon kuni kelinglar, menga kartoshkani qazib olishga yordam beringlar" dedilar. Aytgan kunlari ertalab men, ayorim, opalarim va pochchalarim bilan dalaga bordik. Otam ekin maydonida kartoshkani qazib qoplarga solayotgan ekanlar.
terib qo'yilgan 8 qopni opalarimga, "Buni sizlar uchun terib qo'ydim. Mashinalaringizga solib ketaveringlar. Qolganini o'g'lim bilan kelinim terishadi", deb ularni ishdan ozod qildilar. Biz ayolim bilan ishga tushib ketdik. Kartoshkani chelakka solib, bir olma daraxtining tagiga olib borib tukaverdik. Kechgacha hamma hosilni terib uyib qo'ydik. Otam 2 bo'sh qop olib keldilar-da, shunga kartoshka solib mashinamga qo'yishimni buyurdilar. Men aytmabsizda, kelishimda qoplardan olib kelardim. Yana 7-8 qop kerak. Otam, "Bizga shu 2 qop yetadi, qolganlari qo'shniga qoladi", dedilar. Otam boyagi qo'shnini chaqirdilar-da, uyib turgan kartoshkaga ishora qilib, "Buni sizga qoldirdik. Biz keragini oldik. Endi men ham uyga borishim kerak. Siz amakidan xabar olib turing. Biz vaqt-vaqti bilan kelib turamiz", dedilar. Biz vaqt-vaqti bilan amakidan xabar olib turdik. Amaki ham vaqt soatlari yetib olamdan o'tdilar. Ularning ham hamma marosimlarni qildik. Boshqa kartoshka ekish masalasiga qaytmadik. Otam yana o'z kasblari bo'yicha faoliyat davom ettirdilar. Avvalgidan ko'ra ishga ko'proq band bo'ldilar. Har kunlari barakali, unumli bo'lib, ishxonalarda ham aziz bo'lib, juda ko'p xorij mamlakatlariga taklif qilindilar va umrlarining oxirigacha odamlar e'tiborida bo'ldilar. Otam sermazmun umr ko'rib, 89 yoshda olamdan o'tdilar. Ularning hayot va ijodlari haqida hujjatli film yaratish davrida film ijodkorlari menga murojaat qilib, tug'ilgan qishloqlarga olib borishimni iltimos qildilar. Men albatta rozi bo'lib, ularni ham o'sha qishloqqa olib bordim. Guruh o'z ishini boshlab, lavhalarni suratga olayotganda, shu qo'shni kishi oldimizga kelib, salomlashib menga, "Meni taniyapsizmi?" dedi. Men, "Ha, siz amakining qo'shnisi edingiz", dedim. Shunda u kishi, "Otangiz qanday ajoyib inson edilar. O'sha yili kartoshka bahona chol kampirga qarash uchun kelganlarni bilasizmi?" dedilar. Meni hayron qoldirib, "Nega undan keyin ham, oldin ham bu ishni qilmaganlarni o'ylab ko'rmadingizmi? Bir kuni qarasam, otangiz uy ichidan tuvak ko'tarib chiqib, hojatxonada bo'shatdilar-da, chayib yana olib kirib ketdilar. Ertasiga shu ish yana qaytarildi. Bilsam, kampirning tagiga tuvak qo'yib, keyin tahorat qildilar. Chunki kampir og'ir ahvolda o'zini eplay olmaydi." Men juda qattiq ta'sirlandim. Kechqurun oldilariga kelib, "Siz mashhur odamsiz, mol-dunyongiz yetarli, biron odamni shu ishlarga yollashingiz mumkin-ku", dedim. Ular bir jilmaydilar-da, keyin jiddiy ohangda, "Men farzandlarimga ham aytsam, bu ishni qilishadi. Odam yollash menga qiyin emas, lekin qarigan odamga mehr kerak, ayniqsa farzandi bo'lmagan insonlarga. O'ylab ko'ring, shu holatida ularning ko'nglidan nimalar o'tadi? Men buni mehr bilan qilaman. Menda bu ishdan seskanish bo'lmadi. Qolaversa, buni bolalarimga ham bildirmadim va bu yerda turish uchun kartoshka ekishni bahona qildim", dedilar. Men bu gapni hayratlanib eshitdim. Ko'zimga yosh keldi. Ko'p narsadan voz kechib, odamlar e'tiboridan o'zlarini chetga olib, shu qari insonlarga mehr berishni har narsadan ustun qo'ygan otamning fazilatlarini hozirda farzandlarimga go'zal xulq namunasi qilib gapirib yuraman.